Ishning ko'zini bilgan inson tashlandiq yoki qarovsiz qolgan hududni ham obod maskanga aylantirishga qodir. Bunday odamlar mehnat va izlanish orqali hududni yashnatibgina qolmay, undan samarali foydalanib, yaxshi daromad ham topadi. Namangan viloyatining Chortoq tumanida ham ana shunday tadbirkor va tashabbuskor hamyurtlarimiz ko'plab topiladi. Ular ayni qish fasli bo'lishiga qaramay, zamonaviy issiqxonalarda ko'katlar, limon va turli qishki mahsulotlar parvarishlab, bozorga sifatli mahsulot yetkazib berishmoqda. Bu orqali nafaqat o'z oilasi farovonligiga, balki tuman iqtisodiyoti rivojiga ham munosib ulush qo'shmoqda. Mashhur o'zida 3,5 million pomidor bodring sotdim. Nafaqaga chiqqandan keyin tinch dam olish ba'zi odamlarga mamnunlik bersa, Adhamjon aka uchun esa bu yanada faol harakat qilib, izlanish va yangilik qilish imkoniyatidir. Chortoq tumani Istiqlol mahallasidagi tashlandiq chiqindilar to'planib qolgan joylarni obod qilishni u o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan edi. Shu niyat bilan bo'sh turgan yerga ishlov berib, unga qayta hayot bag'ishladi. Bugun esa ushbu mehnatning samarasi sifatida serhosil mahsulotlar yetilib, ko'z quvonar darajada hosil bermoqda. Mana bu yerimiz, avvalambor ota joyimiz. Ota joyimizdan mana bu etagida tashlandiq joy bo'lgan. Bu yerlar chiqindilar tashlangan mahallalardan joy edi. Shunday paytda uni men o'zim tozalab, imkoni boricha to'polonlar to'ktirib bosh harakat qilib, limon ekachi nima bo'lar ekan degan maqsad bo'ldi-da, o'zim ish bilan ta'minlayman deb. Nafaqadaman, qolaversa qo'shimcha daromad degan fikrlar nazarimdan o'tdi. Limonni ektimda 23-yilda ekkanman bahorda. 1 yil o'tdi, mana bu yildan hosiliga kirdim. Intilganga tole yurdim, xalqimiz bekorga aytmas ekan. Shu mahallaning Sarbaz ko'chasida istiqomat qilayotgan Abdulla Inatullayev xonadonida ham qishki mavsumda oqilona foydalanish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Xonadonda parvarishlanayotgan qishki sabzavotlar, issiqxonada yetilayotgan mahsulotlar va qo'shimcha daromad manbalari barchasi aholi uchun barqaror daromad omilini yaratish mumkinligini yorqin misollardan namoyon etmoqda. 5 xil ko'kat yetishtirganmiz, sentabrda boshlaganmiz. Petrushka, sedri, kashnich, ukrob, ismaloq, shunaqa ko'katlar ishlaymiz. Mana ko'rib turibsiz. Chesnok bilan ko'katlar birga yetishtirilgan, orasida ko'kat birga ikkalasini alohida bog'lab, shanba, yakshanba kunlari bozorda aholiga sotamiz. Daromad bor, ham bolalar mehnatiga yetib, haliga bizda bo'sh vaqtimiz bo'lmaydi. Shu pomidor istakanda ko'chatlar qilamiz, 3 xil bodring sort qilamiz. Bu yerda intensiv holatda yer bekor turmaydi-da. Chortoqdagi bunday ibratli ishlar hududdagi boshqa aholiga ham rag'bat uyg'otmoqda. Qishning sovuq kunlarida ham yerga mehr berib mehnat qilgan inson har doim rizqni topishi, o'z oilasi farovonligiga hissa qo'shishi mumkin. Eng muhimi, bu tashabbuslar nafaqat shaxsiy daromad, balki mahallaning obodligi va yurtimiz iqtisodiga ham munosib hissa qo'shmoqda. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.